Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Gapimni nimadan boshlashga ham hayronman, chunki dahshatli voqea yuz berdi, ya'ni Rossiyada. Xabarlaring bor, Tojikiston fuqarosi bo'lgan, atiga 10 ga kirgan Qobiljon ismli yoshgina bolakayni bir vahshiy kelib, ayovsiz ravishda pichoq sanchib o'ldirdi. Buni xotirjamlik bilan qildi, umuman o'ylangani ham yo'q. Bechora bolakay zinadan qocharkan yiqilib tushdi. Yiqilib tushganda mana shu pichoqni pichoq bilan quvgan mana shu ablah pichoqni ayamasdan sanchyapti. Buni nima deb atash kerakman? Dahshat, shunchaki dahshat. Hattoki uni oldiga dastavval qo'riqchi keldi. Qo'riqchini yuziga ko'z achishtiradigan gazni sepdi. Undan tashqari o'qituvchi ham bolalarni himoya qilib, bolalarni chetga oldi, lekin